Assalomu alaykum, saxovat insonlar, yurtdoshlar. Mana bugun 3-mart sanasi 2026-yil. Mana shu farzandim uchun yordam so'rab murojaat qilyapman. Kecha farzandimning ahvoli juda ham yomonlashib qoldi. Boshidan suvlari ko'paygani uchun ahvoli yomonlashib, sudragilari ko'payib ketdi. Zudlik bilan больницаga olib borib, mana dori-darmonlar yozdirib keldik. Iltimos sizlardan mana shu dori, siroplar, ukollarni doktorlar yozib berishdi. Farzandimni yaxshi bo'lishi uchun yordamlaringizni ayamaysizlar. O'zimizni 8749 karta raqamimizga ehsonlaringiz bo'lsa ehson qilingizlar. Boshini punksiya qilib suv olishdi mana operatsiya joyidan. Iltimos sizlardan yordamlaringizni ayamaysizlar. Bir o'zim bu dori-darmonlarni olish uchun mablag'im yo'q. Juda ham qiynalib ketdim. Farzandim uchun mana shu muborak oyda yordamlaringizni ayamaysizlar. Iltimos sizlardan.